ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. deydi, iblis secdege buyurgan perişlerden emesti. Çünkü buyruk malaikelerin özüge algan iblis perişte emas, cin o. Xuddi Qur'oni Kerim bizga hikoya qilib bergandaki, illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri robbi. Iblis secde qilmadi, o jinning qatoridan o'tdi, Robbining buyruqidan fasiqlik qilib yo'ldan chiqdi o deb mandalil qilib. Biz deymizki, iblisninki jindan bo'lganligi dal Allohning secde qilgan buyruqiga oslik qildigan narsa shu. Buyruq buni o'ziga olgan. Bu jin o'g'achqa shu oslik qilgan. Agar iblis farishtadan bo'lgan bo'lsa, farishta degan ibodatga majbur yaratilgan bir maxluq. Çoqqum Allah'ın buyruğuna itaat kılıp secde kıladı. Lekin cindin oğallığı xuddi biz davatımız neçe günlük derslerimizde insanın dünyada kılış kılması ihtiyarlık vardı ya, del cinlanın mu itaat kılış, asıl kılış ihtiyarlık var bir məxluq. Bu noktadan boğallığı an iblisini itaatsizlik kılışqa bağını şu. Şunlaşqa aşu yani iblisinin ihtiyarlık oğallığı, cin oğallığı yani onun itaat kılış kılması ihtiyarlık oğallığı iblisni secde buyruğuna asilik qilish imkoniyatiga ega qilgani shu. Shunlashqa oyat karimdan iblis jinning qatoridan, ya'ni uni secde buyruqqa o'ziga olmagan degan kishilarga nisbatan biz deymizki, Alloh subhanahu va taolo bizga iblisning turini xabar qildi. Ya'ni biz bu yerdan ma'siyat bobiga qaysi bobdan kirganligini tushunishimiz uchun. Agar farishta bo'lgan bo'lsa, hargiz asilik qilishi mumkin emas. Chunki farishta itaat üstüge yaratılgan məxluq. İblis nimde asilik qiladi desa, çünkü o cin. Onun ixtiyarlığı var. Bu noktanın düşünüş için cevap bergen Allah bizge xalaqaga yeri var onun cinin ekanligini. Buna deyishimizin sebebi çünkü o insan ve cinga hayatı dünyada birilgen ixtiyarlık babidan kirgen o asilikqa. Müşrikten kirgen. Agar Allah subhanahu wa taala iblisninki ibadatga, itaatga majbur yaratilgan, bo'ysundirilgan shaklda yaratilgan iroda qilgan bo'lsa, asilik qilishi mumkin emas-ku u. Dal ixtiyorlik iblis ma'siyatga kirgan ish. Uning ixtiyorlik vaqtida qilish qilmasligi. Mana bu biz tushunishlik tegishli bir nuqta muhim masala. Ya'ni haqiqat. Shunlashqa Allah subhanahu wa taala secde buyruqqa iblisni o'ziga olmagan, chunki u jindin degan odamning hammasiga rad qaytirib nima deydi? Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Men seni buyruqqa vaqtda nima secde qilmaysiz deb, jinning uzgumi bevosita xitob qilib iz amartuk. Men seni buyruqqa vaqtda deb seni degan iboratni aytgan.